Üç tane de mi kırıktı? Mayli başlayıvereyim. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 7-oyning 30-kuni. Bugun ma'lum bir sabablar tufaylidan qarindoshlar bilan bir uzun vaqt ko'rishmagani. Ba'zi bir to'xtaladigan bir ozroq nuqtalar bor. Shuning ustida ozroq bir gap qilib chiqib ketmoqchi. Birincisi, yaqında şu Türkiye'de bir adam öldürüp etildi. İkincisi, onundan keyin o adamni demeyme. Üçüncü yani bir adam Malaysiyada öldürüp etildi. Yani şu yılınki şu kıskığını aralıkta bir adam Türkiye'de öldürüp etildi. Yani bir adam o adamni demeyme hazırcha. Ama Xitoyga qattiq itoat qiladi. Men o'lsam, agar mush Uyg'urlar bo'lsa, men vatanda yashamayman, Beyjingga ketib yashayman degan. De o'ltirib etildi. O odamning ismini chiqarmayman, o'zining gapini qilmayman. Shuncha gapni qilib qo'ysam, shu o'zlari bilib oldi shu odamlar. Mush odamlar shu tor dunyosida yashaydi. Ham nihoyat qizg'in mening filmlarimni ko'rdi. Mush jarayonda ko'rib olsa bo'ladi. Yana bir odam Malaysiyada tomoqdan zaharlanib o'ldi. Bu birinchi odam xeyli g'olliq odam. Ya'ni munofiqlarning ichidagi tijoratsimon qiyofada kirib olgan munofiq. Uzun yili Amerikaga Rabia Qodirga pul to'shigan odam. Buni bolalar qasib, tuqqanlar qasib bu dedi, o hikoya quruq. Ishiltilib bo'lgandan keyin shundoq o'ldiradigan odam. İkinci adamni Gollandiyadagi Malaysiyada o'libdi dedi. Uningki oqchi-paqchi degan uylarni men tashib ketmayotganman, ammo 2014dan buyon o'sha Dilshod Rashidningki xotini bilan Ukrainalik mushlar bir yo'lda qochoqchilik ishlarini qilgan. Uningmi munofiqlik yo'llari va da'vo qilgan ziyonlari og'ir chiqdi. Demak, vaqt soat to'ssa, jiqishlarni bilib ketsa, Xitoy o'zi munofiqlarni va shpionlarni o'zi bir qo'lliq yo'qotdi. Bu aniq azaldan bizningki Uyg'ur tarixida bo'lib kelgan ham Xitoy azaldan shuni qo'llandi. Endi ikkinchi nuqtada so'zlaydiganim vatanga berib kelayotganlar. Vatanga berib kelayotganlarni mening tutilish yoki ularni chiqib tillaydigan hech qanday huquqim yo'q. Men undaq huquqni hech kim bermadi. U millatning qiyniga kirdimi desa, millatning qiyniga kirdi. Qilayotgan ish to'g'rimi desa, qilayotgan ish butunlay xato. Lekin endi buningki boshlanishi nada desa, yana boshlanishi o'xshashlam. Ya'ni shu munofiqlar qurultaydan boshlangan. Munofiqlar qurultaydagilarning bayonotchisining xotini Chaval dokumentlarni berib kelishlari, u Shvetsiyadagi bor deysizlar, ana yaqinda Gollandiyadagi ma'rifning ichidan chiqibdi. Ashundoq berib kelganmish da'vo ichidagilarning xotinlarining Shvetsiya Uyg'ur komitetidagi ayni vaqtidagi Abdushukur Muhammad Emin degan o'ziniki tashkilot boshlig'i shu chaqda kurash ko'sanning singlisi shu Minavar deganlar ayni vaqtida berib vatan deganning Qashqalardan kirib chang chiqarib o'tgan. Buning boshlamchisi yana shu tashkilotningki ustidagi shu liderlar, shu munofiqlar. Shular boshlab bergan. Uningdan keyin 2019da Dilyar Musaboy apandim deb bo'lgan. Akademiklar chaqqan buning oldini olish kerak. Bir intiqom marshi yezilish kerak. Akademiklar tayyor bo'lib, bu xalqningki ro'yini uyg'otish kerak. Bu o'lgan bir pastishib ketgan bir ruh bu. Buni uyg'otish kerak. Buning uchun bir intiqom she'risini yozish kerak. Shu ishchidan bir narsani qilish kerak desa, u yomonjiq so'zlab, u Dilyar Musaboymi yerib qoldi o temalarda. Uni hech kim qilmadi. Boshqa akademik tiplarmi qilmadi. O akademiklarning 90%ning nari yurayotganini Istanbulda akademik ichilgan yig'indan ko'rib olsanglar bo'ladi. Mushunda. Anandagi o vatanga berib kelganlarniki Xitoy yaqinda bekor qilmish Gollandiya, Fransiya bir necha davlatlarnikini vizasiz qilib o'tmadi. U
chet elliklarniki kelishi, chet elliklarning Xitoyga berib, sayohatni qilib, iqtisodni oshirish uchun bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarninki shu bizning psixikamizni Xitoyni obdan bilig to'noqliq, bizningki azaldan o'zimizning yig'ida o'zimizning go'shini qo'rib keliglik. Uning ustiga bizning bir banglash millat ekanligimizni obdan bildi. Azroq siqsilam, keyindan azroqla qo'yib mehr shafqatini yog'di olsa, viz bersa, yo'lda ichilsa, yugurib boradiganini Xitoy obdan biladi, ham ba'zilarni majbur etyapti. Endi buning ichida shu bo'pmi Gollandiyadagi bilan Amerikadagi nuqtaliq diqqatim tatgan yeri shu yerdan kelgan bir berib kelgan bir qarindishimdan anglashimcha, bir qarindishimizdan Bağındaki irqiy qirg'inchilik yo'q, Xitoy jazo lagerlarini qilmayotidi, undan narsa yo'q degan qog'ozga qo'l qo'yib keladi ekan. Chunki buni nima uchun bunday qilsanglar, Amerika boshchiligidagi taraqqiy qilgan g'arb davlatlari 2020-yili 1-oyning 19-kuni Prezident Trump efendim Oqsaroydan chiqishdan burun hurmatli Mike Pompeo efendim Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Uygurlar üstüde erkeğe kırgınçlık diyen tam bunu urgandan keyin bununla 7-8 devlet ergeçti. Bunun içinde Gollandiya var, Fransiya var, Kanada var. Şunun için bu narsalarni inkar qilish uchun vatanning ichidagini tozalab pokiz qilib bo'ldi. Ham teshidagi bir turkum mushu davlatlardan manqurt Uyg'urlarni akilish kerak. Ularni qo'l qo'ydirish kerak. Shuning uchun hozir mening qo'limga yetib kelgan uchurlarda shu bag'an chog'da birinchi qildirligini men akunki ovozini demedim ha, o qizvolninki boshqa, o qizvolning video olgan u boshqa. U burundan bor ish u. Bakaraklarni ko'sardan ilib oldigan, bakaraklarni galdan ilib oldigan, yana ba'zilarini tuqqanlarni qilib xayimlab bitirgan o Xitoyninki o yilmikarlari bor. Ammo mavi yangisining ichida Cumhuriyet Halk Cumhuriyetininki zimin butunligini e'tirof qiladigan, uningdan keyin lager yo'q deb qildigan, majbur emgak yo'q deb shunda qog'ozlarga qo'l qo'ydirib oldin tayyorlik qilyapti. Chunki Mao Amerika saylamida Prezident Trump efendim ustidan butun diqqat meningcha Xitoyga bo'ladi degan gap. Xitoymi uning oldin tayyorlikni elib bir qism odamlarni akab shuningga uning ichida ko'ni burun bag'anlarmi bor, yangilarni beryapti. Albatta bularninki berishini u yerdagi saqchilar muxolif ketmaydi-ku. Bir kuni bir qarindishimiz bormay turib deganda saqchininki nimasini topshiryapti. Gap qilgan, siz kapsiz 9da nimishki saqchixon kelmaysiz debdi. Voy men kelmadim texi, men o'zim turishlik davlatda o bu desa, voy sizni chillaga hech kim yo'q. Kelishingizni xalab ketmaymiz. Unutib qolmang, men kelsin atgan soat 9da kelib payt so'kib bavdo qilsiz o bu debdi. Demak, u yerdagi Xitoyda ishlaydigan u Uyg'ur saqchilarmi kartib ketgan bu o'yliqi. Endi ularni xolamaydi chunki saqchida ishlayotgan odamlar hammani biladi degan gap. Mushunday gap. Shuningga u yerga berayotganlar tarixninki birinchidan la'natlik sharmanda betiga yozildi. Ikkinchidan bu narsa hargiz unutilib qo'yilmaydi. Cho'qqim Sharq Turkiston mustaqil bo'lgandan mayli qandaqli shaklda bo'lsin, bu narsa so'ralab chiqarildi. Bo'pmi shu bayroqning keyinda turib, panolik tilab mayliq to'y qilib kelgan yoki bir panolik tilagan bo'lsa, hech kimga o'zini bilindirmay, menda bir yashagan bir insonlar o'stiki, endi ularni ko'k bayroq namoyish maydoniga kelib baqmagan bo'lsa, endi ularni bo'pti degan yerga qo'yib tursammi, lekin ko'k bayroqning oldida rasmga tushgan, panolik tilagan, "Basam Xitoy meni o'ltirdi" degan har qandig'ini u millat kechirmaydi. U oldidagilarni nima kechirishga men uqmayman. Meningcha bo'lsa millat bularni kechirmaydi, ham bularni tarixninki sharmanda betiga mixlab qo'ydi. Buning jinoyatidan bular qechib qutulolmaydi. Uchinchi so'zlaydigan nuqtam muajiratdagi o'qiyotgan, o'qishga kelgan Uyg'ur o'quvchilarning samiga, chunki mening gimnaziyamni Uyg'ur o'quvchilarni ko'rdi ekan. Mening bir necha askarlarim bor-da, ya'ni Shvetsiyaning ichidagi Xitoylar bor guruhga undida to'plarga qurib etgan. Uning ichidagi har xil narsalarni bilish uchun saqchi punktlarining bularning qandaq nurg'un uchurlarga qo'lga tushirib bo'ldim-ku. O'kini mushundaq bir vechatdagi Shvetsiyadagi Xitoy bir guruhninki ichida mundaq bir gap so'zlar bo'libdi. O'qishga kelgan bir Uyg'ur bolasi bir Xitoy saboqdoshi bilan
mun, fest qilibdi. Ya'ni o'tiribdi, gazir po'choq yeyishibdi, ichimlik ichishibdi, undan keyin billa karvatga chiqibdi. Karvatga chiqqandan keyin ertasi u Xanso Xitoy, ya'ni Xitoy qizbola saqchiga degan gap. Shvetsiyaning saqchilariga deb menga bosqinchilik qildi degan jinoyatlar abolini 3 yillik kasdi, 200 ming kron jarimani urdi. Men baldur bilgan bo'lsam, balkim bir advokatlarni tep yaxshi qilib beqishi mumkin. Uningga advokat berdi, bo'lmadi. Shuningga shu muajiratda o'qishga kelgan yosh bolalarga deydiganim, bo'pmi o'g'illarga deydiganim, hissiyotinglarni kontrol qilinglar. Hissiyotinglarni kontrol qilolmasanglar, o'zinglarga tushliq mos keladigan bir qizlarni tepib to'y qilib turmushinglarni qurib olsanglarmi bo'ladi. Anda Xitoy qizlarga yetib qo'ysanglar, mana Shvetsiyada bir Uyg'ur bolasi 200 ming kron jarimani to'lagan ham Xitoy tarafidan qasd uchirgan bosqinchilik qilgan gap. Amaliyotda o'zining bu ishlar o'zlariningki klubdan qaytibmi, nimadan qaytib bu bo'lgan bir ziyonkashlikdandir. Endi amaliyotda yana bir hisobda xo'p-xo'pdom deymiz. Endi Xitoy bilan yotgan bo'lgandan keyin Xitoy uning jajjisini beribdi. Shuningga men bu narsani YouTube kanalim qo'ymay, YouTube kanalim qo'ygandan keyin ko'rgancha qarindoshlar borki, Uyg'ur o'quvchi Uyg'ur bolalarga deydiganim, hargiz bo'pmi, mag'arib davlatlarining qonunini tushunmay turib, ular bilan shu karvatga chiqib qolsanglar, shundoq Xitoyning ziyonkashligiga uchraysizlar. O bol to'g'ri ingliz darsi o'tirgan bo'ldi, ingliz sinoat yaxshiki o'qiyotgan boladiki, surishtirsam, G'uljining Jeliz degan yerdinki. Endi bu ish bo'ldi, sotning qarori chiqib bo'ldi, jarimani urib bo'ldi, 3 yillikmi, 2 yillik kesimdan berib bo'ldi. Keyin u yerdan surishtirsam bu ish rost ishga. Shuningga o'qishga kelgan ina singillarimizga deydiganim, bo'pmi o'g'illarga deydiganim, hissiyotinglarni bak kontrol qilolmasanglar, o'zinglarga loyiq keladigan birsini tep to'yinglarni qilib beringlar. Bo'lmay qolsa, unda qalaymiqan ishlarda menib qolsanglar, shunda kesilib ketadigan va jarimani to'laydigan ish chiqadi. Undan keyin u o'zinglar bilan ketmaydi. Ma bir Uyg'ur degan millatniki sha'niga dog' keltiradigan ish chiqadi. Sha'niga dog' keltiradigan ish chiqadi. To'rtinchida so'zlaydiganim, o'zinglar bilasizlar, shu olimpik musobaqasi bo'lyotdi Parijda. Bu olimpik musobaqasi 8 yilda bir qaytim bo'ladi. 8 yilda bir qaytim bo'ladi. Bu dunyo futbol musobaqasidan kuchliroq desak bo'ladi. Buningga dunyoning har qaysi yerdan mediachilar keldi, siyosatchilar keldi, har qaysi davlatlarning arboblari bo'ladi. Butun dunyoning tanharakatchilari keladi. Bu 8 yilda bir bo'ldi. 2008 Xitoyda bo'lgan, 2016 Xitoyda bo'ldi, 2024 bu yil Parijda bo'ldi. Parij endi hisobda Yevropadagi inqilobning onasi, inqilobning beshigi deymizchi. Azroq bir narsa tavrisa, mediachi guruldab keladigan, xalq azroq bir narsani qabul qilmasa, go'rliq ko'chaga chiqadigan xalqchi. Unda bo'lganki, bizningki Solih Xudoyor boshliqidagi surgun hukumatninki Dilyar Musobay, apandim, boshqa tashkilotlar, Adil Hamid apandimning deymiz, Nurg'un Mustafa deymiz, nurg'un tashkilotlar, 25 tashkilot, 30 tashkilot birlashib mustaqillik munbirini qilgandan keyin birinchi qadamda Amerikadagi surgun hukumatning 20 yilligini o'tkazish emas, balki u muhim, uni qilish kerak albatta. Men o'zim to'g'ri deb qarayman. Birinchidan shu Fransiyadagi bo'layotgan olimpik musobaqasiningki hamma yerda necha turli harakat maydonlari bo'ldi. Inlik atletikaning yeri bo'lsa, u futbolninki yerda bo'ldi, yana boshqalarniki yerda bo'ldi. Asli biz shu mustaqillik munbirdagilar chaqiriq bir e'lon qilib, yoki Solih Xudoyor apandim yoki Dilyar Musobay apandim bir lider sifatida chiqib millatga murojaat qilgan bo'lsa, Night yaxshi bo'ladi deb men o'zimning ko'ngillik o'ylaganim dedim. Mayli boshqalar qismi bo'ladi. Boshqa munbarning ichiga boshqa tashkilotlardan chiqsa-mu bo'ladi. Bir mushundaq narsani tashkillab, lozunkadan birini yozib, uzun qilib o'tirga Sharq Turkistondagi jazo lagerining ichiga tushirayotgan ko'k kiyimni kiyib o'tirgan qarindoshlarimiz qo'yib, o'ng tarafiga Mayasatqandagi Mike Pompeo atandimning rasmini tushirib, tegiga Jonqa Xalq Jumhuriyati qiyqirgancha qilyotdi
Uyg'urlar ustidan deganni qilib, undan keyin qaror chiqargan Fransiya qilib Amerikaning boshlig'idagi 8 davlatning bayrog'ini besib, sol tarafga irqiy qirg'inchilik qilayotgan Volkswagen, Xiaomi, Huawei, IBM, mushuninga chetishliq zodi Hugo Boss deymiz, H&M deymiz, nurg'un narsalarni kichik-kichik logolarini besib, yana bir tarafga, yana bir uzun nimada sol yordamda nimada yasab, yana birisiga Sharq Turkiston besilingan zimin, sen azaldan irqiy qirg'inchilik bo'lmaydi deganting, lekin irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Buning birdan bir bizningki qutulish yo'limiz mustaqillik bo'lgan chog'da deb qilib, undan keyin Sharq Turkistonning bayrog'idan har qaysi davlatlardagi shu mustaqillik munbiri qatnashgan qarindoshlar, ya'ni Gollandiyadagi MARP bo'ladi, Shvetsiyadagi tashkilotlardan, undan keyin Jiroqdan kelanmasa mayli Yevropa ichida qilsak bo'ladi. Fransiyadan yaxshi bolalar bor, jalliq bolalar. Fransiyadagi bolalar, Gollandiyadagi bolalar, Norvegiyadan kelgancha, Shvetsiyadan kelgancha biz berib, mushu ishni qilgan bo'lsak, naytdi, undan bo'ladi. Afsus, buningga menimcha kechikdik deyman. Shunday bo'lsa-mu, bu munbardagi qarindoshlarga bir narsani, mushuni bir deb qo'ygim keldi. Andan keyin mayada xalq bir qanday narsalarga diqqat qilishaydi. Siz menga debdi-da, siz yaqinda o'zgarib qoldingiz. Siz yaqinda surgun hukumat va soliq xudoyorlarga hujum xarakterida narsalarni yozdingiz debdi-da menga. Men hech qachon surgun hukumatga yoki surgun hukumatga soliq xudoyorga hujum narsa bir narsa yozib boqqanim yo'q dedi. Men kallamda o'tmagan narsalarni yozdim. Men surgun hukumatninki 2019-yili ota-onamning ishi bilan Shvetsiyaning tashqi ishlar kirgan chog'da, ya'ni tarjimon bor, cho'ng dadam bor, aniki Nijat Turg'un apandim bor. Men shu yerda shu tashqi ishlarninki byurokratlarnikida, shu yerda shu surgun hukumatninki dunyo Uyg'ur qurultayiniki emas, ya'ni munofiqlar qurultayiniki boshqa emas, surgun hukumatninki shu yerda ismini chiqargan. Men shundaq ish qilayotgan, yangi chiqqan bir tashkilotimiz bor, Uyg'urlarning mushtaq degan chog'da uni qaysi tashkilot u deb bizga deb bersang bo'lamdi. Ota-onamning gapi ayar qilib qilib, qaysi tashkilot u deb qiziqqan chog'da mencha ashadda East Turkiston Exile Government deganligini tarjimon bola yozib berdi. Shu dedim. Uningdagi ota-onamning suratlarini berdim. Uningdan keyin sen shunda nurg'un odamlar Amerikaga berib qilyapti, Amerikaga berishni o'ylashyapman dedim. Boradigan chog'ini bizga xabar yetkiz dedi. Tamam dedim, uningga borolmadim. Ikkinchisi, uningdan keyin İkincisi, nima? Shvetsiya hukumati bilan, ya'ni bexatarlik o'rinlari bilan ko'rishgan chog'da, men albatta munofiqlar qurultayining gapini qilaman deb yerda qilgandan keyin, chunki men u ekranga chiqib bularni valaqishtirib silishdim, ularning oldida o'tib qo'ymasam bo'lmaydi. Agar menda shub qolsam, mana mushu desam kulib o'tadi, u sening kishilik huquq erkinliging dedi. Men mandalarni chiqib paloqchalig'ini chiqarib aytaman. Men cho'qim mening fikr erkinligimni sizlar qo'g'dishinglar kerak. Agar kendi mening ustimdan bir sotqa yoki undan desa, mana men sizlarni sirmanglar. O'zim mo'ydisdan chiqman, materiallarim to'liq dedim. Ular nimang bor bu deb o'shtosh gap bo'lmadi, ammo shu yerda mana shu bizningki hozir shu hukumatimiz mustaqillik talab qiladi, mana shu bola shu ishni bir tur qilib qo'yadi deb men ashada Sharq Turkiston surgun hukumatiningki chiqarib olgan kopiya qilib, uni abradimizning qizi kelgan chog'da materiallarni ratlab bergan, yo'pandan chiqib, undan sirt chiqarib olgan. Shuni men bergan. Hech qaysinglar bir davlatninki bexatarlik idorasining ishiga chiqib, bexatarlik idorasiga kirishdimmi siyslar deyman meningcha. Bexatarlik idorasining ishiga kirib yoki tashqi ishlarninki kirib bermagan bo'lganlar, shuni men to'liq hamid bergan. Unda qo'yganki, men bu yerda texi Sharq Turkiston surgun hukumatiga hech qanday bir hujum xarakterida narsa qilib boqmadim va qilmadim. Agar soliq xudoyorga rasmiy ashta qilgan niyatim bo'lgan bo'lsa, buningdan bir yil avval soliq xudoyor ekranga chiqib, og'zinglarni buzmanglar, bizning ismimizni atamanglar,
Qo'lingni isbotingni o'zi chiqaringlar. Bo'lmasa bizning ismimizni chiqarmanglar, og'zingni buzmanglar, uni buni xoin jasus demanglar degancha voy deb chiqib aytdim. Ey, sening dadang boshlab bergan bu. Ha, Sayfullo hojim tilamaganmi? Deb o'chaqda senmi degango xoin munofiq shpion deytdinggo deb men uning o'chaqda o'shining qarshiga chiqdim. U chunki millatninki ishiga kelgan chog'da undaq narsalarga bo'sh beramiz. Bu tamam. Undan keyin Ablatni rojim dadimizga uning buninglar gaqildim. Yaqsam mushta bir chiqibdi. Shuningga sog'liqning shu qattiq achchiq kelib gaqibdi. Balam ko'ngillariga ammislar dedi. Bo'ldi unda chata yo'q dedim. Uning oq yo'lda menga javobini beryapti. Shuning bilan ashundaqdi. Ammo maqitimga bo'layotgan ot chunki Sharq Turkiston sürgün hukumatining prezidenti Mantila apandim mening ismimni chaqirdi. Chaqirib mushu qarindoshlarimizning imzo to'plag'iniga rahmat etimiz, nihoyatda yaxshi bo'ldi degan dedi. Endi imzo to'plangandan keyin bu yerda asta-asta urush jidal dumutaroq chiqishga boshladi. Uni hammamiz ko'rdik. O to'g'risida men gapirmasam yoshlar qurultiyininki qaysi xizmat o'tayotgan ekan, Dilyar hozir kotib deb samay o'tgan kotib deb xato sotdim ekanman. Shu chiqib naq maydonlarni qildi. Shuning bilan mening achchig'im kelib, ba'zida bunday bo'lmaydi ish. Chunki biz to'g'ri qancha yil urushdik. Munofiqlar qurultiyidagilar bilan, Umar Qanotlar bilan, Ro'shan Abbosni demokratlar bor-ku Amerikaninki. Rabia Qodirni o'yinni tayyor qilma degan chog'da mana men ovozini qo'yib urayotgan mana men Ro'shan Abbosni qizilsiz qo'ymoqmidim. Ro'shan Abbos qizilsiz qimba demadim men. Ro'shan Abbos men ko'zga ilmadim dedim. Mustaqillik birinchi sen mana beshik chiqsang bo'lmaydi deb turib. Ro'shan Abbosning engirgan ovozini men qo'yib, uninki nimasini o'rayotdim. Asli maqitim siyosiy o'zgarishning keyindimi shu Abbos oilasininki Ro'shan Abbos o'zimi buzuq qo'yganiki alabilanmi yatgan bo'lganiki toza obdan biladi-ku. Dolqonlar bilan siyosiy o'zgarish qilyaptini shu ishga urish hozirgi shu Abbos oilasininki shu o'ynayotgan o'yini. Chiqib erkin sidiq bakada makaga nima surgun hukumatning qurilishlari uni buni so'zlamaydi. Chapayanga ishlaydiganning tayyorligini qilyapti. Shuning uchun mening maqsadim nima? Urushmanglar, talashmanglar, talashqiga hech qanday narsa yo'q. Texi e'tirof qilib, 19 million dollar kelib, sen ma proyektni qil yoki sen ma tut degan yeri yo'q. Chiroyli ishlar bo'lsin. Bu imzoni elib oliblam keyindan bu taraf qaqning tashkilotga xotinni berib, ayadi 3 bola bilan pishqirim aptapti bo'lsa, uni palonch biznesan Xitoyga yarab qo'ygan, sho'cha jalab bu bo'lmaydi bu. Shuning bilan yozma bu. Biz nima ishim bor meningki? Keyindan 3 bolaning anasi kirib, uyga kirib yig'labdi bolalar men chaynasma, men nima sen aytaydi unda deydi. Bak kichik bola anglab turishni. Bu bir tashkilotning shirkini hurmat qilish shunda olamda, uningdan keyin bu narsa to'xtamay bo'yotdi. Unda bo'lmasin. Ma munbar buzilib ketmasin. Unda odam nima deb imzo olsa demoqchiman. Unda odam shu nima deb imzo olsa, tiling sanglab qolguncha so'yirdingmi? Voy g'olam ustozmi chiqib tili sanglab qolay dedi mashinda qilib. Voy kelinglar qurultay imzo atayli. 2008dan boshlab munofiqlar qurultayini o'zlari so'kyaptilar. Ya'ni keyindan kelinglar imzo atayli deb. Chaqamaymiz munofiqni unda sistemaning ichiga akirmaymiz. Agar ashlar etavatganmiz nima bo'ladi? Bütün indigenous necha vaqtdan beri avtonom tilgan hamma narsa yo'q bo'ladi. Mening ma'nanga achchig'im bor. O'zing tillaysa, ya'ni o'zing chaqirsa, deyman, ba'zi bir narsa taqishib kelyapti, bir yerlardan bir to'shiklardan chiqib kelyapsa, saylamni boshqasi bilan qilib, saylamni boshqasi bilan qilib, maqitim borgan chaqda ma'rifni g'ib bir o'tyapsa, voy istixborot nuqtasidan deydigan el Abdurahmon qalbini sidaqni chop pishtiryapsa, shu maydonni Xitoylarga tumusang olmamdi. Bunday masalalar va men yerda davatgan. Tushunyapsanmi, tushunmayapsanmi sen? Bu jur'at bo'l degandan tili sanglab qolay dedi, menga xat yozib, Dilyar Musobayni tekshirish kerak. Samimiy emasga, men qara, Monchangning qayoqqa qaraydi? Hayotingni moncha pipiraydigan pepitmoq qo'y. Men qarajimi? Man qara, aning oti bo'lsa shu
ikki Cumhuriyetninki ministerleri bo'lgan. Onun atı bo'lsa, nechim tonna oltinni sarf qilgan. Sen kimsan? Ana Roshan Abbas, Rashad Abbas sana o'tirsa demokrat Xitoylar bilan o'tag'ining cheching degani mundaq ko'zang taqib qo'yib ananga shu Xitoy bilan Yapon o'tirsa tarjimon shpiyonlar deb qilib, men sana ishonmayman. Tushundingmi? Ha. Şunun menda jidallar qursin dedim. Abdurahmon sen ağzı buzoqlar o'chi bo'chi deb yozibsa, rahmatulloh yan qayrishimizga ağzı buzoqlar. Ajab munofiqlar qurultiydilar urg'onchada qahramon bo'lib ketgandim. Ajab Umar qanotlarni urg'onchada qahramon bo'lib ketgandim. Endi qopab men G'ulom ustozdan ikkiga savol so'rab qo'ysam, Abdulat Nurga ikkiga gap qo'ysam, men endi ağzı buzoq ulab bu yerda yana bir savat ekan. Yor Mehmet Tug'chi Barat degan akamiz, u Mo'g'ulchilik, uni telefon qilib, sen burun munofiqlantirlaysan, hozir xotni yangishlab bizga kelyapti. Men sen kelganim yo'q, mening ichidagi xato dedim. Mana 3 balani issiqda maydonga apagan, 13 odam kelibdi. Qachongacha hukumatni mashhurlashtirmay, mashunda inonga odam kelmay, uning oldingi liderlaringning hammasi tag'da bag'da yurganlar. Qozog'istondagi o'lganning hisobi yo'q, uning ichidagininki. Chegirdagi odamlar otlanib, bu da'vo taraqqiy qilib, qoral yaroqlar kirish kerakdi. Uning ichidagi vatanning ichidagi bolalar o'lib ketdi. Sizlarning shu sizlar tug'anlar, Ali Masum bilan shu urushganlar, yana shu bo'linib elib, odamni paypaq qilib miyada. Qo'saq saviya o'stirimiz, saviya ketdi uningga. Va qachongacha to'rt odamni sening biyining qara, bunda musulmonlar chiqdim bago qara. Musulmonlar chiqdimi qara. Bir Hristiyan bo'lamda, bir Yahudi bo'lamda, bir Xitoy bo'lamda qara. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb qara, islomga kirgan kundan boshlab ana ro'y patlonda kitob boshida yozilgan bu kitobnikini e'tirof qilamiz Qur'ondikini. Uning oldidagilari tugaydi debdi. Mavi 30 tal tashkilotning ichidimi, agar burun shunda bir munofiqliklar qilib qo'ygan yerlar bo'lsa-mi, qurultayning turgan bo'lsa-mi, yo'q, men Sharq Turkistonning izzat hurmatini, obro'yini qo'g'dayman. Men Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilaman. Men Sharq Turkistonning mustaqilligini men qo'llayman deb imzo atdimi, uning oldidagi kishini surishtirmaysa. Endi uning bilan yo'lda ketib etib, uning qilgan ish faoliyatlarini surishtirsa, u agar buzg'unchilik qilsa, masalan, Ümit Aga'yı qopib, Nurgul Savutning tarafini elib, bu hukumatni biz e'tirof qilmaymiz, bunda olmaydi u bu. Dumba taraf desa, oningda chaqtaq qo'ygan bo'ladi. Bu Nurgul Savut uchun jidal qilg'ini kiribdi deymiz. Masalan, yana birisi qopib, bu bunda, bunda desa, bunda kirib, uningdan keyin, sen mening ichiga maqsadli kiribsa deb, u mangmay turib, bir ishni boshlamay turib, nima jidal majra bu, nima boshag'ri qilmamdiq bu vatanning ichida odam o'lib ketib bordi. Qanama Turkiya qarindoshlarimiz tutilib ketib bordi. Uning bir shu mustaqillik munbirliklar bir hamkorlik namoyish qilamdiq, Turkiya konsulxonasi oldida bir besim qilamdiq. Buni qilmamdiq bu narsalarni, bu talashaveramdiq, talashgan bilan bir 70 yil bo'ldi bu Sharq Turkistonninki chegara rayonlarida otlab qaytib kelishdi. Men san da qo'y qaray, og'zi buzoq patata manqart bizsa qaray. Menga o'xshash chiqib biras ismini atab jaqib baqa siysa Yaponlik kishilarni bu yetgandan eliq xalqning Qozog'istonning Independence for East Turkiston ham tutqizib qo'yganing bilan Yaponiyada bir chiqirgan rasmlaring va yo Alloh tudaxonning bir chaq chiqyapti. To'rtlik iping va davasam dasmiylar o'tdi. Uni amma bozor zeb o'ynayapsa, 4 yil bo'ldi. O sen köyüngende qığının bilan shu istixborot nuqtasidan qığının bilan digining bilan qara. Sen o istixborot nuqtangni sen ichidagi surgun hukumatning ichidagi odamlarga qara. O teshidagilarga qilmaysa. O davlatlararo xalqaro munosabatlardan bog'i Amerika bir istixborot nuqtasi deb Xitoyni chekirib olanda, istixborot nuqtasi deb salalsan, ashning ichidan, o'zingning ichidan chiqib dunyoning ichiga sol. O'g'aval ekansan mana. Tashkilotga kirgiz. Surgun hukumatdan birasini chiqarib, yuz o'rgizib, ichiga kirgizib, ashning narsani huquqing kelsa, fuqalasan, sen qil, ashni o'ynay olsan. O'yna. O istixborot nuqtasidan istixborotni qanday tugmaydigan istixborot nuqtasi nima deb senga tushmaydi? Sen majab Xitoyning kezal podog'ini ko'tarib, millioner bo'lgandan bir ishkan sen o'qish. Men seni o'sha qashqalik bo'lganligim uchun senga ishonmayman, tushundingmi? Boshqa moyoqni qo'yib etli. Men ishonmayman, tushundingmi? Unda Sayfidnazning ro'yolaydiganlarga ishonmayman. Milliy armiyani taqdim etgan milliy munofiq unda Sayfidnazning urqavlar jaddi jamoatnikiga ishonmayman. Mening istixborot nuqtam tushandiki, anda bo'lsa. Qanday bo'ladiki? Nasrullohdan bir nima desam, umid yozib chiqasim, uni Xitoyni odimi
Yana bir savol so'z Xitoyning ayg'oqchi onangni sen kim unda bo'lsa? Sen kim o'zing? Tog'idiki bag'diki surishtirib akamdiq. U yoqdan chiqayotgan Roshanli bilan Quduvachi olib ketgan Roshanning tashkilotidagi bilan sening ajab istixborotga tushmay bir yoshlarning muhabbatiga tushdikan ya. O'zingning ichidagi masalalarga qarab qo'y. Jur'at bo'lnikini ku. Narsalarni ayli qismat degannikini ku. Xitoylar bilan talchangchilik o'ynagan. Mayaqda Ruqiya Turdish xonimga ishonmaganda gapni qilsa, oyoqdan dadisine kirib qanday o'yam men qo'lan yamanjiq savollar bor meningki. Mening yamanjiq savollar bor, so'rg'im bor meningki. Yaman jonga patdi meningki. Mushunda olamda bu odam zotli keltirmamsa bu biyaga bu 30 ninkini nomus qilmay haqninki bilan saylamangni o'tkazib nomus qilmay yan ashay bir ma'rifni turib olsa. Ya qanday degan gap bu? Ben anıldım başqalardan. Bana Şarkı Türkistan Yaşlar Qurultayidiki Deryargı unda gaplarni qilmaydi, qo'rqidi. Bir kun urushib qolsa bu sarang chiqib meni setib etmasin deb menga yaqin kelmaydi. Unda gap so'zladi. Hargiz unda narsa demaydi. Tomaris unda gaplarni demaydi. Men faqat Tomarisning qo'lidagi isbotni, videoni ko'rib, ya qara, haqqa rost uchur bo'lsa basang bo'ldi qara. Yaga uchurni bermaysa qara. Unda odam qara haqni orlashtirgan odam nima deb rahmojimni o'tirliq silib bo'ldi qo'ytayli deb Tomaris telefon qilsa, qo'qaydigan odam nima deb haqni tiqis qilib qo'ysa, nima deb haqni poq qilsa, unda odam orlashtirmaysa bu ishni, jidalni o'ynatmaysa, haqni tildig'izmaysa, sen kelganning yog'i mening uchun asli aqling bo'lsa, aqling bo'lsa qara, oqtadan maqtaga bola kapti. Dilyar samimiyatsizga senda qancha samimiyat bor? Sürgün hükümetke degan hujumlar bo'lgan chaqda Ahmad Egamberdining davrida shu chaqda Rabia Qodirlar, Dilshod Rashidlar degan bayat e'lon qilgan chaqda Dilyar degan Rabia Qodir telefon qilib, unda qilmanglar bu shu 17 yoshdan boshlab da'voning ichidagi odam o'qigan qo'saqliq bilim. Degan Abdurahmon Hasan buningga telefon qilib, u ulus degan gap, rasist degan gap, millatchi degan gap. U Dilyar bizni g'arbga yomon ko'radi. Sen bilamsa, ulusning nimaligini bilmamsa, yapsan qo'y, Ershad enamizga telefon qilib. Birning bo'lsa, haqning kaynin telefon qilib o'zgarib qoldi. Xotni yangishlab etdi. Unda qilyotdi. Buningda masala bor. Buningda masala bor emas. Senda masala bor. Qanchalik odamlar chiqatdi? Tug'liq Abdurazzoq chiqatdi, Ilyar Shamshiddin chiqatdi va boshqa atrofga kelganlar Nasrulloh ham chiqatdi. Albatta ularning Xitoyning odami edi. Dilyar Musabayning endi bira bolasi Dilyarga qarshilik ko'rsatib yoki nima qilib Dilyarga yuzsizlik qilib biras chiqatdimi? Hozirgacha Dilyar Musabayga texi bir bolasi tikilib qarmaydi. Hurmat bilan qiladi. Chunki Dilyar so'ragan savoliga atrofli qo'saqdagi bilimga tushliq javobni berdi. Sen qalaymiqan tillaysa Xitoyning seningdan savol so'rab kelsak Xitoyninglam deysa. Texi Amerikaga yarmamatliqchi degan texi meni texi vakimiz texi sen xotni yangishlab, nima xotni yangishlar, nima shvaka ota-onamni qo'yib beribdim ya, bizning qitdim, men unda parangni qilishma. Men sen aniq javobni beravatdim WhatsApp topida. Menga unda taklif qilsam men qo'rqmayman. Men qanday narsa bo'lsa millatning oldiga ko'krigim kelib chiqa olayman. Vaqtdan sal kelsa, ichib o'tirgan ne narsalar va ichib o'tma tangziyan tortimiz. Va odam jon siqildi bunda qilib. Hech kim texi hukumatga biz faqat foydali bo'lsin da'vatimiz. Uyg'ur Amerikan Uyg'ur uyaninki to'rbita kirpaqa Abdurahmon Hasan. Salih Xudoyamning Amerika Uyg'ur birlashmasidagilar bilan afushuchilar bilan Amerikaning senatorlari bilan tushgan rasmlar bor. Ayni vaqtida Amerikaning Oqsaroyning ichidami demokratlar bilan demokrat Xitoylar bilan Dilyar o'sha nimalarningki Salihning tushgan rasmlar. Dilyar bir Xitoyning chiqib boqmagandi. Dilyar bir chatallikka qo'lini tutqizib qo'ygan yeri yo'qdi. Nimancha hujum qilib ketdi uninkiga. Mana ichidagi qatmanlaringga da'vatim hukumatninkiga emas, mana ichidagi qattiq turib ashu qasdan qilayotganligiga, mana Abdurahmon Hasan jur'at bo'l deganligi da'vatim. Qanday gaping bo'lsa, qara, xudo yozmay qara, mana oldinga chaqira. Javobning olisi, men borolmaydigansam Abdurahmon Hasan sening oldinga berib, sen Danka o'tishmaychi qiz, men seni chaqirib tushandingmi? Bu da hurt qilgan bo'lsang, o'tganda o to'pdan chiroyli gapingni berib qo'ygan seningki.
Qısam ben sana tekmedim de. Bana tek bulanmaysa, menin qo'ngam pakiz. Mening hech qachon mening bir tutqizgan ayrim yo'q. Men dedim ku, kimda ovozim bo'lsa, qo'yvat dedim ku, qo'yvat. Qanday o'ynasang shunday o'ynayman. Kim og'am bo'lsang mayli. Qaysin og'am bo'lsang, men bilan 100 ming odam paranglashganmiz, 100 ming o'g'am bo'lsa, qilinga qilgan bo'lsam, yo haqdan uytini qilgan bo'lsam, yo men bunday qildim munofiqlik degansam, qo'yvat deyman. Men o narsaning ustidan, o dahshat rash meni majburlagan narsaning ustidan Shvetsiya bexatarlik idorasining oldida o'tib bo'ldim men. Qo'rqonchiliqim yo'q meniki, pakizman. Undan narsaning men qo'rqib ketmayman. Burun qo'rqatdim ekanman, hozir ancha qo'rqib ketmaydigan bo'ldim. Falan narsamga hisoblaydigan bo'ldim, chunki jonga tekkin tudi. Dilyanning unda tug'aylar yo'q-ku texe. Unda biraysininki birayat turib qolgan yeri yo'q. Nimancha u ichish buning bilan asli kallang bo'lsa, qara, samimiyatsizga papapa demaysa, qara. Ya, ishki yosh balg'i chiroyli kostyumni kiygizib bir choy qo'yilib, millatga umidni beraylik. Biz mushlarni o'tirsa yaxshi gaplarni qilib, o'rinlashtirib qilli. Ya, xotirjam bo'l, ya, o boshib ketmaydi, tiq millat dahiy saylig'ini yo'q. Dahiy saylab Dilyar dahiy bo'ldi, soliq cho'qim hukumatni Dilyar o'tkazib berdi. Unda gap yo'q bu yerda. Bir ish qilsa bo'ldi degan gap bor bu yerda. Qara, men sen deb qo'yay, qara. Mana angla. Jahongir davlatlar azaldan vatanparvarlarni beshida ishlatdi. Soliq vatanparvarmi? Vatanparvar. Ochiq yamanmi, o ta'tirmi, mijoz askimi, men uningla kirmayman. Vatanparvarmi? Vatanparvar. Dilyar vatanparvarmi? Dilyar vatanparvar. Boshqalarchi qilyotdi. Jahongir davlatlar azaldan vatanparvarlarni ishlatib, ma'lum bir davlatni qo'lga olgandan keyin ularni asli yo'q qilib, munofiqlarni ishlatdi. Bu arab davlatlariki shahzodlarninki o'sha bolalarning Angliyada o'qiyotgandan Amerikada u yerda bu yerda hammasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Ashu nima olgan Eminovlarni mana o'ltirib etib, 3-doktorxonaga reshtiyan degan Dilshod Rashidlar hozir munofiq bolalarni ishlatib munofiqlarni. Abduvali Oyib deysizlar. Shuning uchun bir sen o'zing yolg'iz bu siyosatchilarga bu narsaga sen tankib bo'lanmaysa, ma bolalar bilan, ma yoshlar bilan bir qatorda mang da o'tirib qolmaysa, ayta Amerikaning burningda yetilsa, amal yo'q, fushichinning endi o'tirib qoldilar, o'tirib qolgan yer yo'q-ku. Biz bunda torbatlar kirib, uni buni ko'rishni o'rgandik, bir narsani taklif qilishni o'rgandik. Burunqida ko'zni maqtab bu ko'tarib biz podoq ko'tarmaymiz. Va Abdurahmon apandim, G'uljining baldiri podoq ko'tarmaydi juma. Bizga o'g'avlar. Ajda gaqilsizlar qo'slar. Ashning o'tishlik o'g'avaldak bo'l qara. Tushundingmi? G'otiqotdan uning bilan telefon qilib, uni yomon ko'rsatmaydigan ular haqning kalisi o'tmaydi. Sa ulus degan nima? Yana bir narsa degan nima? Men sana shuni avatib beray. Shuni chiroyli ko'rib, manda narsa deb haqqa uningga buning telefon qilib, o Dilyarning o ulus degani o rasistlik, undaq. Men Dilyar uchun chiqmadim bugun. Ya'ni besh narsa uchun chiqmadim. Mana shu jidallar bo'lmagan bo'lsa, bu ishlar bo'lmasa, men Parijnikilarni qilgan bo'lsak, aniki men Turkiyadagi qarindoshlarimizni bir qutqizgan bo'lsak, bir ish qilgansak, men xalqqa umid bergansak, ya'ni nima bu? Xohlasang imzoni oladigansan, yo'qolib ketadigan qo'ng'onga chiqib sening da'voring emas, to'rt odamning-ku. O vatandan 35 million xalqning da'vosi u. Voy, Oqsaroyning oldida tursang, o meningdan boshqa cho'ng odam yo'q. Menekimi turib-atdi, O'zbekistonni qaslib etib, bechorani deport qilib ketkizibdi. Urumchik og'aynamni chiqib, Anchantangga telefon qilib, Utuqli Hamidni tumaysa deb, inimga odamga namoyishga qo'llaydigan odam qirg'isiz kelyapti. Men taksichilarni hammasi telefon qilib baqdim, yordam beringlar, akapli qo'yinglar, men chiqmayman. Menga bunda sharoit qilib, men chiqmayman, vatanparvarlikka hamma odamda bor. Sana bir qarshi gap qilsa, seni bir tuzatsa, bunda ishlarni bunda qilsa desa, bu sana munofiq, yana bir ishdan bo'lib ketmaydi. Shuning bilan yozdim. G'olamkamninki shundoq nada bir narsalarni yozib qarag'anan qarab mushtaq oshningdan keyin chiqdi, butun jidal to'xtamadi. Birlari Amerikaga pul uchun keldi. Va nimaga tomanda 5 million dollar olganki keldi, pul uchun kelam. Sening nima ishing bor, sening pulingdan olmagandan keyin? Bu Hamid pulni akab beramda, akapamam nima ishing bor seninki? O'zingning kitobini yozmamsan aka. Voy, sen qiziydi ekansan bu. Pistin teri qo'yib, shuning bilan men yozdim. Men ayni vaqtida Qozog'istondagi bolalarningki
ideologiya jihatda qutaratquliq deb men nurg'unda anglagan bo'lsam, ya, g'olam kamda undan narsa deganga hozirgacha tushunmay kelmaydi. Lekin bu jidallar chiqib, aşı gaplarni yozgandan keyin men ishondim dedim. Desam sen Abdurahmon sen uni ko'pab ketibsan, u ko'pab ketgandek ish yo'q. Sening kallangni men idora qilmayman. Mening kallamni sen idora qilmaysan. Senmi ikro ichib ochiq gapingiz udul-mudul qil. Tushundingmi? Chunki mening kallamda o'tmagan narsalar bor. Chunki men Hidoyatulloh O'g'izxon İbrahim Damollan bilan men Kanadadagi urushgan chaqda Dilyarni oyab qo'ymadim. Tirilish to'pining ichida Dilyar bilan qattiq urishdim. Uydan chiqib o'zimizning signal to'playotib, uyda urishdim. Dilyar bechar Dilyar Musabay afandim mendan urushib ketib anglagan satgaplarni sog'liq anglab baxmidi. Men uning gaplarni qilmadim, hurmat qilmay izzat qilmay hukumat deb qarayman, lekin mening ichi kirib olgan ba'zi bir parazit qurtlarim ma ishni mang'izmayotsa, unumayotsa, ya Xitoydan bo'ylab qo'yamya mangmisun deydigan. Tatiyotsa kayninga. Cho'qim dabdabalik, mustaqillik. Mustaqillik. Aqsaroyning oldida bir odam turgan Sharq Turkiston Sunniy hukumati mashhurlashma. Bizmi alayli 19 million Amerika dollarini mashhurlashsin, yoshlar kirsin, qayrlar o'rnini bo'shashsin. Ma davoni xalqaraga yoyayli, bunda bir narsani ko'tarib olib chiqaylik. Kayshchi haqning unimisini tatib, bunimisini tatib. Munofiqlar qurultaydigan keyin u qancha tasnat, o'zingning ichidagini tatamsa. Boşundan bir şey olamda. Benim kallamda ötmedi. Kallamda ötmeyen suallar naydı durgu meninki. Ben İbrahim Damollan'ın tıldıgan çağda bana Amerika'daki Rahmacım sürgün hükümetteki telefon kılıp İbrahim Damollan bilen bir yaxşılık koygayadır vatı Kazakistan'da o bu dedi. Lekin ben bu İbrahim Damollan'ın pokini Rus obdan bilemem. Bularning zar bir yeri bor ekanda dedim. Lekin yani men jim turdim. Hidoyatulloh O'g'izxonni qattiq tillayotdim. Nejat Turg'un akash meni chaqirdi. Kelab ukam sen bilan bir paranglashay dedi. Ma'qul aka dedim, bordim. Restoranga kirdi. Noch tomoq bilan mehmon qildi. Ukam endi shu bek ko'ngli ketdi. Xotin balasidan bir kechirim so'rab qo'ysang degandan keyin men ko'nglimni qaytarolmadim. Aşağıda boludu aka deb yo'lga sap qo'ydim. Yo'lga sap qo'ygandan keyin kechirim so'ramadim. Bir kun o'tdi, ikkinchi kuni Xolamkamning yaqin sabdishi Shveysariyaga Nurahmat akash menga telefon qildi. Ukam, Hidoyatulloh O'g'izxondan bir kechirim so'rab qo'ysa. O yo'q, nima kechirim so'rayman, unda kechirim so'rmayman desam, hukumatni yaxshi ko'ramsan dedi, hukumatni yaxshi ko'rsam, o aka imzo atmagan bo'lsa, ular qanda uni kechirim qanday gap bo'lib ketdi desam, yo'q, ba'zi yo'llar baribir birga mengib qolamiz, buning xilal to'xtab qolmaydi dedi. Bo'ldi dedim, uyga keldim, ekran ochdim, Hidoyatulloh O'g'izxon sendan kechirim so'ramayman, xotin bolalaring ko'ngliga olmasin dedim. Lekin kallamda savol bor. Nima uchun bunday bo'ladi? Bu dunyo Uyg'ur qurultaydigilarni shuncha palaxishtibatdiq. Olaniki shuncha palaxishtibatdiq. Ma'ni shuncha palaxish buningda jim to'da. Ajab bu Hidoyatulloh O'g'izxonninkida. Bu odam ajab bunday deb qoldi deb men savol tug'ildi. Aningdan keyin uyani buyani tatalashga boshladim. Endi uning oxirini degim yo'q. Ham demayman. Shunday gap. Shunda imzo qo'ymaganlar bilan shunda mengib qoldi ekanmiz. Ularning kechirim so'rab bu dediki, nima deb imzo qo'ygan mushu ishni jon dili bilan ko'ydirib, birsimizni sarangga, bisimizni og'zimizni buzadiganga, yana bisimizni kanallardagini o'sha daltiga yana bijimga chiqarib qo'ygan chaqda mushu Dilyar Musabay chiqib o'zining mo'l bilimlari bilan indigenes masalalarini tonishtirib xalqimizga da'voning qanday nima qilib ketganlarini mushu bola tonishtirib, hamma millatning uyg'onish to'kpisi bor-ku. Mesela meni tashlab qo'ymadi, bir haqiqatmi ekranga chiqib meni ismimni to'lamasan, menga dedi Dilyar, necha qitim telefonda qattiq gap qildi. To'g'liq endi yaqsang, men seni chiqib ekranda to'g'liqni men tonimayman, buningki bunda og'zi buzadi odamni dedi. Menga ayrim o'zi necha qitim ta'kidlab ketdi, lekin ekranga chiqib bir haqiqatim qilmadi.
Dilyar Musabay ballarga bir haqiqatam hammasini qoyil qildi. Shuning uchun Amanullah, Tomaris, Ilshad Islom, Gulzira Toshmamat hech qaysi ular uningga qoyillik qilmaydi. Jon dil bilan xizmat qiladi. Endi Dilyar ko'rinishda xizmat qilmayotgandek ko'rindi. Lekin Dilyarning quvvatga ishi nima? Davlatlar bilan bo'lgan aloqani qurib chiqish. U ko'rinmaydi. Dilyar dedi-ku, biz soliqda ishga emas, tashqi siyosatni soliq o'ynayotgan ekan, biz xotirjam ichining ishini qilyapmiz. O ichining ishini Dilyar nima qildi? Dilyar nima qildi? Voy, Dilyar nima qildi? Uni chiqarib bersin. Xitoy bilib olmamdi. Davlatning ichki siyosati bilan tashqi siyosatni ham bilmamsa, tashqi siyosatda qaysi davlatlar savdo obort qilyapti, qaysi davlatlar ma'rif almashtirish qilyapti, qaysi davlatlar urush qilyapti, qaysi davlatlar so'q munosabat urushyapti. Uni sen ko'rsa, ichidagi ishlarni sen ko'rolmaysan. Shu ichining ishlarini qilyapti. Dedi o'tganda sen tartib chiqarib beram to'g'an chaqsa deb. Unda olganidan keyin qarindishim biza sabrlik bo'lib, ama ishni chiroyli hal qildi. Ha, menga yana kimi ay bak shu soliqnikini bizmi ko'targan, buningdan ko'tarmaymiz emas, yana ko'taramiz. Amanda qilaversa, bizim charchab qoldik bu ishchininkini. Soliqdan charchab qoldik, soliqning atrofidagi ba'zi bir odamlardan charchab qoldik. Bunda qilsa bizmi shu ishimiz siqildi shu. Aş munofiqlar deb tildagan aş Amerika Uyg'ur birlashmasi eltabirlar, aş ko'k maykalarni kelib Xitoy konsulxonasini namoyish qilsa, chizilib, chiroyli ashaga berib, namoyishni qilib, yinib kelibdi. Bizning bari yo'q, u qo'llig'icha 13 odam chiqdi, 13 odamga pishg'irin isitib ballarni olib olsa, bir mikrofonni tuting, singlim mani. Yaqilingga, bir Xitoy kelibmi-chu, sening mustaqilliging qo'llayman, bersa ashning og'zidagi gapni ilib olsa. Mikrofonni bermay haqsandan mana mer mana shugancha sen mendan so'rayapman, mening oldimda qilar, mana qaraysan taqatqicha desa, uni kelib xotin ishkisi kolokom shaqi komban qilib o'tib, kayindan tillab soliq mikrofonni berma degan deb. Ana gap-ku. Ana gap-ku. Pishg'irim mabtatdi bir yerdan ballasini ko'tarib, basa, o keling deb o to'riga boshlamasangmi? Men meshan namoyish qilaman, olib chiqirsam saqapandim. Ay ballarga nim qilib qo'ygandan keyin biz ballarni olib fikam sizga qilamsiz, siz to'g'lamsiz deb nim qilib ketadi. Bu degan hamkorlik bu. Birisining izzat, hurmati bu. Sapi pitmoqlar yo'q emas bunda narsalar. Og'zimni ochib ishonmaydigan odam xalqdan chiqib imzo so'ramaysa, o'zing yolg'iz qilsa, imzoni ilib saylamangni ayada boshqalardan foydalanib kelib, ayaga borgancha turibsan qo'na, Xitoylar bilan turib ekansan-ku. Adam maydon oldi, voy munofiqlar yo'q. Voy ICC'ga, voy shu ma'rifliklar odam sog'an yo'q, ma'rifliklarni nomus qilmay yuzingni teq berib ishning endi turibsan, turib ekansan-ku. Tursa bu da'voda xalqdan ayrilanmaysa, bu da'vo xalqdan ayrilanmaydi. Vaqtdan saat kelsa, munofiqni so'rab mangasa buniki urib surib to'qay, menga javob qilinglar, kirama Qur'onning ichiga hamman qilsa mani. Chunki sen Sharq Turkistonlik deb turib. Uning ichida 10 ming imzoni olib etgan munofiqlar qurultaydikilar atmaganlar uning haqqi yo'q. Uni setib yaversin. Uni setib yedi, uning vazifasi shu. Ben degan-ku, shundoq bo'ladi bu ishlar deb. Onundan başkaları sana bununla hürmet qilgan bo'lgandan keyin hurmat bo'yicha ish bo'ladi. Hurmatlar izzat topadigan gap. Ajinda gap. Bana kim o'tganda deydi ama o Abdushukur Samsaq akamiz. Siz agar bunday qilsangiz surgun hukumatning qarshisiga chiqqan bo'lsa, ukam Zumrat Tursunov sizning qarshingizga chiqib siz bilan urushidi, sizni bosh qo'yib etmaydi dedi. Men dedim, aka desam men dedi. Men shu hadimizda o'rgangan shu haq adolatni so'zlashni menga ayni vaqtda qo'lingizda fikam isbot yo'q, haqning ovozini ko'may turib, videosini ko'may turib, hergiz bir odam uchun chiqib ketman chapman. Tomarisnikini ko'rdim. Men ko'zim bilan ko'ryapman haqni. Bo'lsa dilyarlarninki yo ashning ichidagiligini qo'yinglar, bir ko'raylik bir narsa bo'lsa. Qilib, men shu Abdulhamid Tursunga qilgan naq maydonlardan, boshqalarga qilgan shu usunmas shu ro'yini ko'rib, o'ginib, meni yetishtirgan, menga shu kuch-quvvatni bergan, munda qilasiz ukam, unda qilasiz. Men munda xududi, qo'rqmang, andaq deb, menga ruhiy madadni bergan, menga mushta haqni so'zlashni o'rgatgan shu Zumrat Tursunimiz. Shuningga men hergiz qarshi chiqqan bo'lmayman. Men gapni men aniq deb qo'yay.
Menimi ayni vaqtda degan to'liq meni jalobli demasa, munofiqli demasa, nima desa bo'laverdi deb degan. Shunga menimi hech qiz ko'rtamda chiqamdi, boshqa Facebookda tillamdi yoki nima qilsin, atanam bilan meni xayli demasa, men hech qanaqa narsa kirmayman. Mayli, anda balobatar ish bo'lib ketsa. Bu yerda Anikiga ko'z yumib, manikiga so'zlamaydigan ish yo'q. Ilmi bu jidallarni, bu munofiqlar qurultiydikilar bo'lgan jidallarni, bu narsaning hammani biz endi tugitib, endi mangayli uf degan chaqda bu ikki qismda yuz bersa, bu bo'ladigan ishmi? Bu bo'lmaydigan ish bu. Bu balaning kallasini ozg'ashtirib bu yerda ma jidallar, mandaq narsalar, qarindoshlar tugusin. Meningcha eng yaxshisi. Bu narsadanchi Xitoy hukumati qo'shuvdiki, munofiqlar qurultiydikilar qo'shuvdiki, hech kim xafa bo'lmaydi. Uningdan keyin Erkin Sidiq o'tgan bir videosida surgun hukumatning qurilmalari haqida so'zlab ketdi. Bu signalni beryapti. O'tgan mehmonxonada bo'lgan yig'indimi? Bu Dolqinay bilan bo'layotgan siyosiy kurashmi? Bu bekor narsalar emas bu. Agar dunyo Uyg'ur qurultiyi chapanni yangishlab surgun hukumati bo'lsa, Amerika hukumati Solih Xudoyarni sen ashlancha kirsa, birlashsa, ma proyektni sen qilsa, a proyektni mana bunday qildi desa, Abayqinda rasmga tushib qolgan yerda uni qilib kelishing mumkin. Uni qilib qolmasliging uchun surgun hukumatdan birini pursa munofiqlar, uning qarshisiga chiqib sudga berish uchun qo'lidagi 10 ming imzoninki qilish va misalan qilish chopadigan yana bir surgundimga shu dunyo Uyg'ur qurultiyi surgun hukumat qilsa 10 ming imzo bilan vasl urib qoldi sinchirib surgun hukumatniki jalobdak tug'dirolmaysa ustidan sot degan narsa bor. Uning uchun yana shu 30 tashkilot aningdan keyin 30 tashkilot uningdan keyin mustaqillik munbiridagi shu qarindoshlarning tashkilotlari 10 ming imzo ashtalar birlashib sen mening ustidan g'olib kelalaysan. O'zing yolg'iz qilib qolsang, hammasini qochirib olsang, qanday qilsa? Bu qilmasangmi qilmadi, xalqning tashkilotining ichidagilarga tegma. Qaysi seninki tashkilotning kechirim so'rasin desam, yo'q undaq Yarmamat Barat turchi, yo'q undaq deb. Avval admiylikni o'rgan, adam bo'l. Uningdagi olim bo'lguncha adam bo'l deydi qerim cho'nglar. Odamiylikni o'rgan. Sen o'ylaysan kallangda biz uningdan kechirim so'rasak, surgun hukumati Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining yalurgan bo'lib qolamiz. Ular unda o'ylamaydi. Men dedim, sizlarmi qora kotlarni ichib toza gumbon ishlasanglarmi desam, yo'q to'g'ri haqqini biz qilmaylik dedi. Mavi haqiqiy isloq axloq fazilat. Haqmi qila oladi, qancha odam bor haqning tashkilotida? Men qila olmayman uni, mening hozirgacha bitta qara hisobim yo'q. Oshqizib belgilarimizga, buningga. Meni degan Dilyar nim dedi. Seni Raurus, sening tirilish to'pidan chiqayotgan vaqtimda seni sen uchun qayningda tik turadigan mundaq akalaring, mundaq do'stlaring borki, sening haqiqiy mavhum insonlar qo'g'damni desam, rost insonlar borki deb, to'marisa debdi buni. Sizning nimangiz borki deb. Bor bizningki qurib qo'ygan o'zimizning chambari bor. U chambarning ichida men ularni kontrol qilmayman, bular meni kontrol qilmaydi. Bu haqiqatni so'zlaydigan og'zimizdan yetpasak, mushunda kechikdi, galdigoldan ish bo'laveramda, bu jon so'ngak pattigo, ish qilmamda, ish boshlamamda. Qachongacha yurimiz? Mana bu Parijdagi basak namoyishlarni qilsak, muxbirlar keladi, aloqa qilish kerakdi. Parijning ishlari ijlotdi, Parijdagi siyosiylar bizga diqqat qiladi. O'tkazayapti. Vatandagilar ziyon tortyapti. Hammamiz o'zimizning obro'y uchun, o'zimizningki hissiyot uchun, o'zimizning shaxsiy manfaat uchun bag'a tak askikanmiz bag'a biz haqiqiy. Badal to'lashgan davommaydi, o dabdabalik uni mustaqillikni odalanmaydi. Men desam, o bo'ldi emas, uning tushliq harakat qilish kerak. Albatta harakat bo'lyapti. Uyg'ur qonunlari chiqarishga Solih Xudoyarning kuchi jiq bo'ldi. Irqiy qirg'inchilik deganni biz bilmaydigan chaqda shu bolada og'zidan angildi. Millat malliga chiqqan keyin qiladi, maqtaydigan yerni maqtaymiz, gap yo'q. Boshqa qilib ko'taramiz. Uningda hech qanday mas'ul yo'q, uni hech kim ish qilmaydi degan odam yo'q, ammo yo'lga kirgandan keyin tuz mangili. Qag'inni men mushu oyda keyingi oylarda shu
O'tma Abdurahmon sen bilan yana gaplashadigan boshqa gaplar bormi? Sana ben hazır torda cıkya kılmay sürgün hükümetine aydın boğalık için bekti versem Allah'a o cımkan könüp git kaldı xotniyan güçlep men bu münafık qarap mangan bolum sizning ayqıçan Xitoy oy o Yarmamat Akashning degan gapi bilan Dolqin Aysoning gapining hech qanday farqi yo'q. Dolqin Ayso dedi-ku, ota-onasini chiqarilish uchun qurultayni tillayotdi deb. O Yarmamat Akash menga shu gapni numus qilmaydi-da, shu gapni. Vaqadim o'ziga nima deyapsa, men takliflayapman, men bunday gaplarni qo'rqib qolmayman deb. Men millat moliga sap chiqalgan odam, pokiz chiqalgan odam. Qo'rqmayman, hech qanday narsa qo'rqilak nemish bor. Bir yarim kesib olamdi meningki. Bana işte dedi ki sen xotniyan güçlep hazır asta bizge düşüp olsa asta sen xotniyan güçlep sana asta düşmüdüm. Sen xotniyan güçlep hakka asta düşüyorsan meni manga emas başkalarının nazarda hazır. Bernatcan çata xolap kaldın şunun içindeki. Qaysdan bular shu jidal tug'dirib Bapta qarindoshlar unda bo'lsa, shuning bilan naq maydon tugasin. Yana qandaq inkoslar iddaolar kelsa, mana men bor. Yana qanday narsalar bo'lib qolsa, agar birinchi qo'l material bilan chiqaman deb, buda chiqsam, boshqa narsa bilan chiqmayman. Buda rasmlarni ko'tarib, o'sazay bu biznes qilib chiqmadim. Bizning maqsadimiz o'zing ayrılganni ixtiyar bo'lingani bo'li. Munofiqlar u boshqa. Mushuning ichidagi sarxillarni qarab qo'ysang, elimi shuncha ahonatlar bo'ldi, elimi shu munbarnacha kirgizmaymiz deb ixtirishchiliklar bo'ldi. Yana olib chiqarsam Saqapandaniki tatliq so'z qobiliyati bilan, Dilyorlarning savrchanligi bilan bu pishib endi munbar qurildi. Munbar qurilgandan keyin ish boshlash kerak. O'tiramliq kashkimi shunda. Ben tomarışkım telefon qilib dedim, ama Parijga ishqimda bunda qilishinglar ketdi, xato desam, shu fikrim xato, shu maschiq jidarlar bilan uning bilan shu zihniyat charchab ketdi, shu nima qilma deydigan to'g'ri dedi. Qabul qilish kerak. Xudoyim g'amanat unda bo'lsa, qarindoshlar. Men yozganimni so'zlay olayman, so'zlaganimni so'zlay olayman, haqqa so'zlaganimni so'zlab bera olayman. Hech nimadan tinolmayman. Nima qildingmi desa, qildim deyman. Apıp da apır pas akçıga. Sotkı be hamsa sol tüvet. Çıksam mı yan türmüdü, çıksam mı yanı şu. Bir canayet ötkessem. Özgermeydi o. Apam işte de etti bana. Senin karakterin bek naçar bala. Adam da etti bana. Bir gün hakның kolu bıçak yap ölmesen olat desen. Bana huyunu özgersin ki. Man bek boynun kattık. Adam da azrak ilgilişini biliş gerekti. Yani bir gapni dap koyay, ben halkımның aldığı o çıkaşları qaysi kuni undidarda adam bilan paranglashgandim. Adam bana dedi, "Ukam, sen bilan bir ko'rsam bo'ladi" dedi. Oy, bu ukam chatalda deb meni uydagilarni so'lab vati qilsin, seni lagerlarga kirib, "Bomma qilmag'in, nimamni ko'rishni olib qolsang bo'lsam, sen Turkiyaga kelalamsan" dedi. "Kelanmayman men Turkiyaga." Desam, "Nima ish bo'ldi?" desam, "Shunda ukam bilan ko'rishgim kelsa, ko'rish, ammo shartimiz bor" deydi. Demek, chatalgimi qo'yib berayotganlarningki shart bilan qo'yib beradi. Agar mushishni dashatirash san qilayotgansan, qo'lingni tat eng yaxshisi. Tushundingmi? Agar sen mushining bilan mening adam bilan 16 yillik ko'rishmagan hissiyotimdan foydalanib, sen mushishni qilayotgansan, qo'lingni tat. Xitoy hukumatı sen mushu. Men paranglashgan chaqda har qanday vaqtda ovoz qilib olaman. Ertagan Xitoy saqchi punktlarini oshkorlab Müşahede bir işler boğan çağda emmini koyup bir taldım süzüp çıkıp betekini çıkır etme emmesini ki desem Xitay hükümeti işensen boludu. Dünya Uygur Kurultayı kirgeli Cumhur Komünistik Partisi degeni ispatlap durup, Van Yirangni ap çıkmasam mı taşqi işlarniki jog'lu janmaylıqı, kimiyliqı ne qildig'imi jalab xotin bilan yana bir qiz bor. Ashuni so'rab ap chiqishlik kuchim bor. Necha davlatning muxbirisini so'rab chiqib desam ishensang boludu Xitoy hükümeti. Agar ya sen qıpaq desang, uydagilarimga garanti va o'ltirib etmayman, andaq etmayman, mundaq etmayman deb men sen qilib beraman. Faqat shuning qil tatishayotgan yerim bor. Tushundingmi? Faqat shu turmaning ichida o'smi, o'sha insonlar meni tug'ib ekan, mening sababim tufaylidan turmada yotdi. Mening tufaylidan bechor dadam hozirgacha momam rahmatli bilan buvam rahmatlikning ko'zini ko'ranmadi. Men u jinoyatni Bakram Tursun chaqdi deyman. Onundan körme Allah Teala onundan men herkes cinayetli o dünya bu dünyada ötken o çokum çıktı o işini kıvat kayış özümden bir işi var söylep çıkartkan. Onun öyle ben keliştim
O meni sotqa so'rab chiqadigan bo'ldi. Ammo og'zingni buzma. Ukam, haqqa o'yin qo'yib bermaydi. Men seni sotqa so'rab chiqib, men o'zimni aqlab chiqaman dedi. Bo'ldi dedim, men shuni kutyapman. Lekin men uni unutib qolganim yo'q. Uni hargiz qo'yib bermayman. Bu umrimni qo'yib bermayman, tatilayman. Shu ro'yim o'lab ketsam, ro'yim tatilaydi. U dunyoda Xudoning oldida zar yig'layman. Xudoning putiga jilib, mushuninki kim qilgan bo'lsa, mushu qasni mushu qilgansa, butun jadi jamoatni o'tman Allohim deb. Süzüp açıqıma. Bütün Norvegiyaninki, Gollandiyaninki, Fransiyaninki, uyanan buyanan muhbirlerini çıkarıp, jig'ib, o'zimga ishonmaydigan yerimsa bu gapni qilmayman degina. Faqat meni og'zim qarag'iliq. Saqchi punktdan tep chiqqancha adam mana mushlar deb turib isbot bilan vatiqani chiqarib bitma. Xitoy hukumati ishonmasang, sinab baqsang oldi. Mening oilamga kirgichman, men adam bilan ko'rashmayman. Mening adamni bu yoqqa chiqirma degichim bo'lman. O'tirib toza tingshaydi ekansan-ku. O'tirib degan toza. Ko'rdingmi? Menga mundaq qapqalarni qo'rishman, men vijdonimni sotmayman. Tushundingmi, Abdurahmon Hasan? Jurat to'pi, men bamayman dedim. Meningdan boshqa odam bo'lgan bo'lsa degan, banadan bir deb qopa, ammo bo'lmaydi ekansa. Va nima bu? Bo'ldi, unda da'voni qilgandan qilmagan yaxshi, ammo jidal qildi ekansa. Acho Yampaş iplam Osaka apı bana dep bana çıktıplam boldi adam bilan görüşmeyman dep qısamma men qısam bolatdi men unda vijdonsuz ishlar qilmayman. Men dedim ökün bir video chiqarib qo'ydim. Qinimda, genimda hech qanday narsam yo'q. Shuning uchun meni qo'llaydigan dadlarimiz, apalarimiz, Gulshan Abduqodirmi deb ketgan Kanadadan. Sadattamning bolasimi siz deb. Bizning jaddi jamoatimizni to'laydiganlar obdan jiq. Biz unda Xitoyning ilmiy kirlarga yana bir narsaga tushmaymiz. Qasondan chiqarib bergan bo'lsa degan shart bilan keldi-ki, bildik. Qo'ngsandan bildik. Mayaq kelayotganlarning shart bilan keldiganini. Sana beradigan hech qanday material yo'q. O Ro'shan Abbosning videolarini o Turkiyalik o qizlardan so'rab yurmasangmi? O ayol bilan yaxshi o'tganligi uchun bermaydi. O menda o. Video menda. Ikkiyada o video. O adashtimi yo'q. İki yer saklaqlıq o video. Asli orijinali yo'pan bilan menda uninki. Sana hergiz o videolarni, hergiz o Dilshatning bir narsalarini men Turkiyada adam bilan ko'rishganligim uchun olib bermayman. Kelishim qilaman. Uyimdagilarni kim qashlab kirgizgan bo'lsa, Ro'shanning videosidan boshqa har qanday narsa sen bilan o'rtoqlashsam bo'ldi. Ma kelishimni sen bilan qilaman. Ammo Ro'shanning videosi o mening narsam emas, haqning omonati. U narsaga kirmaysan. Dilshatning narsasi kelsak, ayolisining ovozininkiga e'tirof qilgan uning buning kelsak, anglab qimmat desang, sen bu intervyu qilgan chog'da g'uljiq bo'lgancha meni kim qaslagan? Shuning ovozlarini menga bersang, men senga bersam, tegasak almashtirsak bo'ladi. Xo'shang bangjo. Faqat mushningga kelmaysan. Uningdan boshqa hech qanaqa narsa kelmayman. Ko'rashmayman. Irodamni sundirammaysa, mushu yo'ldan menga chiqirib bersangmi o'xshash, chiqirib bermasangmi o'xshash. Anglasam, qo'yib o'tirganning gapini qilsa, demak, meni asta yumishtirishga boshlabsa, qo'yib bersang texi yaxshi. Qo'yib etmasang, o'zingning ishi. Hopib ketmayman. Ko'nab qoldim. O yig'illar, o dakka-dukichiklar o'tib bo'ldi, o psixiklarimiz pishib, polatqanda tavlandi dedikki, to'g'liq Hamid Karchagin olib ketdi hozir. Qo'rqib ketmaymiz. Cho'ng ish yo'q. O'lib ketsami shu duo qilamiz bo'ldi. O'yning ichida o'ldi nima, teshida o'ldi nima? O'xshash. Shuningga sening hech qanday o'yning kelmaymiz. Ammo bir narsa aniq deb qo'yay. Mening uydagilarimni kim qashlagan bo'lsa, men shu degan odamniki nimalarni degan bo'lsa, nimalarni yozgan bo'lsang, nimalarni olgansan, shuni menga bersang, senga kerakli narsani men senga beraman. Dilshatning narsalarini. Shuningga kelmaysan bilan. Boshqa hech qanday narsaga sen bilan billadi kelmayman. Unda bo'lsa, qarindoshlar, Xudoyimga omonat, ko'rishimiz hamsa. Aman bo'linglar.